1 soatdan keyin haqiqiy vampir bilan intervyu o'tkazaman. Va hozirda men o'sha vampirni shaxsiy do'konidaman. Bu yerda vampirli madaniyati bilan bog'liq bo'lgan hamma narsalar sotiladi. Masalan, mana shunday kuydirilgan kallalar. Bundan tashqari vampirni mana shunday kallasini bu yerda sotib olishingiz mumkin, lekin qaniydi agarda men maktabda o'qigan paytimda mana shunday daftarim bo'lgan edi. Buni o'zim bilardim. Qaysi o'qituvchimga o'sha paytda men sovg'a qilardim. Menga eng yoqqan narsa bu haqiqiy ko'rshapalini qoni va bu patidan foydalangan holda mana shu demak qonni siz siyohni o'rniga ishlatishingiz mumkin. Demak, intervyuga borishdan oldin bir ikki narsalarni bu yerda sotib olmoqchiman. O'sha vampirdan har ehtimolga qarshi himoyalanish vositasini mana. Endi bilib bo'lmaydi, axir u vampir-ku. Va mana shu narsani esdalik uchun sotib olmoqchiman. Qaranglar. Bu narsa mana yurakka tiqilib bo'lingan. Bilasizlarmi bu kim yuragi? Bilasizlarmi? Menga negativ izoh yozadigan obunachini yuragi. Sotuvchi opa ham vampirga o'xshayapti lekin. Qani so'raylikchi, shunaqami yoki yo'qmi? Good evening. Hi, welcome to the vampire community. Thank you. O'zi bilaman. Eslatib o'taman, aynan New Orleans shahrida butun dunyo bo'yicha eng katta vampirlar hamjamiyati mavjud. Just one question. Are you a vampire? Absolutely not. Good. But I am a witch. Voy, o'lmasam. Vampir emas ekan, yalmog'iz ekan. That's a good news. So, I saw some coffin here. Yes. Is it also for sale? No, but you are welcome to take a photo in it. Oh, can you show it to me, please? Absolutely. Bu do'konda haqiqiy tobut sotilyapti. Hozir o'shani ko'ramiz. Opa o'zlari ko'rsatib beradilar. All right. Feel free to step inside. Ladies first. O'lmasam. Extraordinary. No reason to be nervous. Thank Your you. turn. Oh, thank you. Yo'q, men bu yoqqa kirmayman. Hurmatli do'stlar, demak, menga omad tilab qo'yinglar. Men hozirning o'zida haqiqiy vampir bilan intervyu o'tkazishga yo'l oldim. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va New Orleans shahrida haqiqiy vampir bilan bo'ladigan intervyuda ko'rishganda ko'rishguncha.